soatiga 1000 tonna chiqaruvchi nasosimiz. Bitta like bosib, mana yuraklarni qizartirib qo'yinglar. Xudo xolasa, dehqon do'stlaringizga pozitsiyani bosib qo'yinglar. Dehqon akalar qizg'anchiq bo'lmaydi. Kommentariyani yozib, xudo xolasa, pozitsiyani bosib, repostlar qilib tashlaylar. Suvni qaranglar. Haqiqiy ekonom. Sababi bu 300 diametr trubada qaya pogrуженный nasos brendiga keladigan bo'lsak, EPA. Bu tomonda 22 kilovatli sentrobejniy nasos bo'lgan. Uni o'rniga biz 300 diametrli bu 200 kub suv chiqaradi. Bu esa 1000 kub suv chiqaradi soatiga. Endi yangi avlod nasoslar baribir ekonom bo'ladi-yu. 42.3 amper kuchlanishlari juda ham yaxshi. 20 kilovat, 19 kilovat, 20 kilovat atrofida ishlayapti. Nasosning oborotiga keladigan bo'lsak, 1,5 ming oborot, nasosning oboroti 1,5 ming oborot. Xudo xolasa, suv chuqurligi 2,5 metr pastda turibdi. Juda ham zo'r. To'qishlanishlari ham juda ham yaxshi, chiqishlari ham zo'r. Meni o'g'lim, qalay o'g'lim? Zo'rmi? Zo'r qilib qo'y. Gap yo'q. Kalamiz o'g'limiz bilan birga. Aka, suv qalay chiqdi? Zo'rmi? Gap yo'q. Mana buni natija desa bo'ladi. Yana bir suv chiqarishni ko'rsatib qo'yaylik. Haqiqiy suvda suv chiqarish. Rahmat hammaga.